haqiqiy mo'min ayolni rashk qilish kerak. Juda ham hammamizga mana shu dolzarb bo'lyapti o'shimiz. Shunaqa kiyimlarni kiyib yuribdi ayollarimiz. Hatto u kiyimni musulmonni yotoqxonasida kiyish mumkin bo'lmagan kiyimlarni ko'chada madaniyat deb kiyib, shuni akalar, shuni erkaklar chiqaryapti. Bu qanaqa rashk? Rashkim zo'r deydi ba'zi odamlar, rashkim zo'r deydi. Arablarda bir maqol bor ekan: "Kullu shay'in zada an mi'yarihi in akasa ala ziddihi." Har qanday narsa me'yoridan oshsa, ziddiga o'tadi. Ya'ni foydali narsa ham me'yoridan ko'p iste'mol qilinsa, zarar bo'lganidek, rashqi ham mu'tadil bo'lgani yaxshi ekan. Bu sifat Allohning, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning haqiqiy musulmonlarning sifatlaridir.